Bu bemorimiz bizni navbatdagi bemor bizga shikoyat qilib keldi. Shu beladagi og'riqni chap oyog'iga juda kuchli uzatilishi, yurolmay qolishi shikoyati bilan bemorda MRT tekshiruvlardan o'tkazilganda L5-S1 sohada foraminal disk jurasi aniqlangan. Foraminal disk jurasi deganda bu disk jurasini hajm jihatdan juda katta emas, lekin nerv ildichchasini chiqish teshigiga kichkina hajmdagi disk jurasi qisilib olgan. Bu nerv sistemasini eng xavfli disk juralaridan hisoblanadi. Ya'ni og'riq kuchli bo'ladi. Bemorda haqiqiy nerv ildichchasining ezilishi kuzatiladi. Bemorda hatto og'riq qoldirishlar ham, narkotik analgetiklar ham ta'sir qilmay qo'yadi. Bunda shu operativ davo tavsiya etiladi. Shu disk jurasini olib tashlash va shu nerv ildichchasini chiqish teshigini biroz kengaytirib qo'yiladi. Shu bilan xudo xolasa bemordagi og'riqlar yo'qoladi.